Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani bolajonlar, nega gullarni uzib tashlamaslik kerak? Chunki gullar tabiatni chiroyli qiladi va hayot beradi. Nega navbatda turganda oldinga o'tmasligimiz kerak? Chunki navbat adolatni saqlaydi. Qani, kim aytadi? Nega qattiq so'zlar aytish yomon? Chunki bu odamning ko'ngliga azor beradi. Nega kitob o'qish foydali? Chunki kitob bilim va tasavvurimizni oshiradi. Qani, bolajonlar, nega ovqatdan oldin qo'l yuvish kerak? Chunki bu bizni kasalliklardan himoya qiladi. Nega yordam so'ragan odamni rad etmasligimiz kerak? Chunki yaxshilik qilish bizni ham xursand qiladi. Qani, kim aytadi? Nega qushlarga don berish yaxshi ish? Chunki ular ham hayotimizning bir qismi. Nega katta yoshdagilarning gapini bo'lmaslik kerak? Chunki bu odob va hurmatdir. Qani bolajonlar, nega narsalarni joyiga qo'yish muhim? Chunki bu uyimizni tartibli qiladi. Nega ish qilayotganda shoshilmasligimiz kerak? Chunki shoshilish xatolarga olib keladi. Qani, kim aytadi? Nega kichiklarga yordam berish kerak? Chunki ular o'zlari bajara olmaydigan ishlar bo'lishi mumkin. Nega boshqalarning fikrini tinglash foydali? Chunki biz yangi narsalarni o'rganamiz. Qani bolajonlar, nega uy hayvonlarini qiynamasligimiz kerak? Chunki ular ham his qiladigan jonivorlardir. Nega soatga qarab ish qilish kerak? Chunki bu vaqtni to'g'ri taqsimlashga yordam beradi. Qani, kim aytadi? Nega maktabda uy vazifasini bajarish muhim? Chunki bu bilimni mustahkamlaydi. Nega suvni isrof qilmasligimiz kerak? Chunki suv ham cheklangan boylikdir. Qani bolajonlar, nega begona odamlar bilan ehtiyotkor bo'lish kerak? Chunki xavfsizlik juda muhim. Nega yaxshi xotiralar yaratish yaxshi ish? Chunki ular bizni baxtli qiladi. Qani, kim aytadi? Nega yangi do'stlar orttirish foydali? Chunki do'stlar hayotimizni yanada qiziqarli qiladi. Nega hech qachon umidsizlikka tushmaslik kerak? Chunki har doim yangi imkoniyatlar bo'ladi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.